2026 yilgi yangi Rivian 2 bu zamonaviy dizayn, kuchli texnologiyalar va to'liq elektr platformani o'zida jamlagan yangi avlod SUV hisoblanadi. Ushbu model Rivian kompaniyasining Rebirth'dan keyingi eng muhim avtomobillardan biri bo'lib, u kengroq auditoriya uchun qulay narx va yuqori imkoniyatlarni taklif qiladi. Ikki shaharda yurish uchun ham, off-road sarguzashtlari uchun ham mo'ljallangan bo'lib, ekologik toza transport izlayotganlar uchun ideal tanlovdir. Tashqi ko'rinishida Rivianga xos futuristik uslub saqlanib qolgan. Old qismidagi o'ziga xos oval shakldagi LED faralar, yopiq panjaraga o'xshash old dizayn va silliq aerodinamik chiziqlar avtomobilga zamonaviy va agressiv ko'rinish beradi. Korpus o'lchamlari Rebirth'dan biroz kichikroq bo'lsa-da, ikkisi juda muvozanatli proporsiyalarga ega. Yuqori klerens, mustahkam bamperlar va himoyalangan pastki qism uni togli va notekis yo'llar uchun ham mos qiladi. Salon ichki qismi minimalistik, lekin juda zamonaviy tarzda ishlangan. Keng markaziy sensorli ekran orqali barcha asosiy funksiyalar boshqariladi. Raqamli instrument panel, tezkor infotainment tizimi va ovozli buyruqlarni qo'llab-quvvatlash haydovchiga maksimal qulaylik yaratadi. Materiallar ekologik toza va sifatli bo'lib, qayta ishlangan matolar va yumshoq plastiklardan foydalanilgan. Orqa o'rindiqlar keng, yukxona esa kundalik ehtiyojlar va sayohatlar uchun yetarli hajmga ega. Texnik jihatdan 2026 Rivian 2 to'liq elektr quvvat tizimiga ega. Turli konfiguratsiyalarda taklif qilinishi kutilmoqda, jumladan bitta yoki ikkita elektromotorli versiyalar. Kuchli versiyalari to'liq gildirakdan tortish tizimiga ega bo'lib, og'ir sharoitlarda ham barqaror harakatni ta'minlaydi. Batareya quvvati bir zaryad bilan taxminan 450-500 km masofani bosib o'tishga imkon beradi. Tezkor zaryadlash texnologiyasi yordamida qisqa vaqt ichida batareyaning katta qismini to'ldirish mumkin. Xavfsizlik tizimlari ham yuqori darajada. Avtomatik favqulodda tormozlash, yo'l bo'lagida ushlab turish, adaptiv kruz nazorati va 360 darajali kamera tizimi kabi funksiyalar standart yoki qo'shimcha opsiya sifatida taklif qilinadi. Rivianning haydovchiga yordam beruvchi aqlli tizimlari uzoq safarlarda charchoqni kamaytiradi va xavfsizlikni oshiradi. 2026 Rivian 2 narxi Rebirth modeliga qaraganda ancha qulayroq bo'lishi kutilmoqda. Bu esa uni kengroq xaridorlar qatlamiga yaqinlashtiradi. U ekologiya, texnologiya va qulaylikni bir joyda xohlaydigan foydalanuvchilar uchun juda jozibador. Agar siz kelajak avtomobilini bugunoq his qilishni istasangiz, Rivian 2 albatta e'tiborga loyiq model hisoblanadi.